Assalomu alaykum azizlar, Ride Rebels kanaliga xush kelibsiz va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bugun biz sizlarga 2026 yilgi Tesla Model 2 ning eng yangi texnik xususiyatlari va innovatsion imkoniyatlarini batafsil taqdim etamiz. Tesla Model 2 yangi avlod elektr avtomobili bo'lib, uning dizayni va texnologiyalari barcha ilg'or talablarni qondirishga mo'ljallangan. Bu avtomobil kichikroq va ixchamroq bo'lishiga qaramay, zamonaviy va qulaylik jihatidan yuqori darajada ishlab chiqilgan. Tesla Model 2 o'zining aerodinamik shakli va minimalist tashqi dizayni bilan ajralib turadi. Old panel soddaligi va silliq chiziqlari avtomobilga zamonaviy va futuristik ko'rinish beradi. Shu bilan birga, Model 2 ning og'irligi va o'lchamlari shahar ichidagi harakatlar uchun juda mos keladi. Avtomobilning uzunligi va kengligi optimal darajada bo'lib, parkovka va tor ko'chalarda qulay harakatlanishni ta'minlaydi. Ichki interyer ham Tesla standartlariga mos ravishda ishlab chiqilgan. Minimalist va ergonomik dizayn, yuqori sifatli materiallar va intuitiv boshqaruv paneli haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylikni yaratadi. Markaziy sensorli ekran orqali barcha funksiyalarni boshqarish mumkin. Ushbu ekran orqali navigatsiya, media, iqlim nazorati va avtomobilning barcha texnologik imkoniyatlariga tez va oson kirish mumkin. Tesla Model 2 elektr dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, u yuqori samaradorlik va tezkorlikni ta'minlaydi. Bu modelning batareyasi yangi avlod litiy-ion texnologiyasiga asoslangan bo'lib, bir zaryad bilan uzoq masofani bosib o'tishga imkon beradi. Raqamli ko'rsatkichlarga ko'ra, Model 2 bir zaryad bilan taxminan 400-450 km masofani bosib o'tishi mumkin. Bu esa kundalik shahar hayoti va uzoq safarlar uchun yetarli. Avtomobilning tezlanishi ham diqqatga sazovor. Tesla Model 2 dan 100 km/s tezlikka atigi to'g'ri 5 soniyada yetadi. Bu kichik avtomobil uchun juda yaxshi natija hisoblanadi. Shu bilan birga, elektr dvigatelning darhol moment yetkazib berishi haydovchiga o'zini ishonchli his qilish imkonini beradi. Avtomobilning aerodinamik shakli va eng zamonaviy batareya texnologiyasi kombinatsiyasi yuqori samaradorlik va energiya tejamkorligini ta'minlaydi. Xavfsizlik jihatidan Tesla Model 2 ilg'or tizimlar bilan jihozlangan. Avtomobil ko'p sonli sensorlar, kameralar va radarlar orqali atrof muhitni doimiy nazorat qiladi. Bu tizimlar avtomatik favqulodda tormozlash, yo'llardagi to'siqlardan qochish va avtohaydovchilik yordamchilari funksiyalarini ta'minlaydi. Shu bilan birga, Model 2 avtohaydovchi yordamchi tizimlari bilan, yana avtopilot bilan jihozlangan bo'lib, uzoq safarlarda haydovchining yukini sezilarli darajada kamaytiradi. Tesla Model 2 ning boshqa muhim jihatlaridan biri uning yangilanish tizimidir. Avtomobil simsiz dasturiy ta'minot yangilanishlarni qabul qila oladi va shu orqali yangi funksiyalar va yaxshilanishlar avtomatik ravishda qo'shiladi. Bu Model 2 ning haydovchi tajribasini vaqt o'tishi bilan yaxshilashga imkon beradi. Shu bilan birga, avtomobilning ichki va tashqi interfeysi doimiy ravishda zamonaviy texnologiyalar bilan moslashtiriladi. Yana bir diqqatga sazovor xususiyat, bu energiya samaradorligi va ekologik jihatlaridir. Tesla Model 2 to'liq elektrli avtomobil bo'lgani uchun havo ifloslanishini kamaytiradi va shahar transporti uchun ekologik toza variant hisoblanadi. Shu bilan birga, energiya samaradorligi yuqori bo'lib, batareyani tez va samarali zaryadlash tizimi mavjud. Model 2 ning zaryadlash stansiyalari ham Tesla ekotizimiga integratsiyalashgan bo'lib, haydovchilar uchun qulay va tezkor zaryadlash imkoniyatini ta'minlaydi. Tesla Model 2 foydalanuvchi tajribasini yangi darajaga ko'taradi. Avtomobilning boshqaruvi intuitiv va qulay bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Ichki makon keng va yoqimli, o'rindiqlar ergonomik va uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, Model 2 ning media va axborot tizimlari shaxsiylashtirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, mobil ilovalar orqali avtomobilni masofadan boshqarish mumkin. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Tesla Model 2 kichik va ixcham bo'lishiga qaramay, innovatsion texnologiyalar, yuqori samaradorlik, ekologik toza dvigatel va maksimal qulaylikni birlashtirgan ideal shahar elektr avtomobili hisoblanadi. Bu avtomobil shahar ichidagi harakat uchun mukammal, uzoq safarlar uchun ishonchli va haydovchi tajribasini yangi darajaga ko'taradi. Model 2 ning zamonaviy dizayni, xavfsizlik tizimlari, batareya samaradorligi va intuitiv boshqaruvi uni bozordagi eng ilg'or kichik elektr avtomobillardan biriga aylantiradi. Shu bilan bizning 2026 yilgi Tesla Model 2 ga oid taqdimotimiz yakunlandi.
Ride Rebels kanaliga obuna bo'lishni unutmang va yangi avtomobillar va texnologiyalar bo'yicha eng so'nggi yangiliklarimizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqing. Shunda birinchi bo'lib barcha yangiliklardan xabardor bo'lasiz.